Salom do'stlar, bu videoda sizlarga Norvegiyada bo'layotgan it festivalini ko'rsatmoqchi. Mana ko'rganlaridek nurg'un insonlar kelibdi bu it musobaqasiga. Biz shu bolalarni olib kelgandik. O'g'lim bek hayvonlarni yaxshi ko'radi o'shani. Kelgan. Bu norvegiyaliklar mana itning mashq qilishini bek yaxshi qildi ekan. Köygünlerdeki musobaqasının oldida shundoq o'zlari minib ayadan qandoq o'tsam deb mashq qildi ekan. Ammo it bo'lmag'achqa o'zi mashq qilsa bek kulkili bo'ldi ekan. Men chida olmay bir sinabqa itim bordek chandurmayman shundoq qilib baqdim. Bek kulkili tuyuldi shundoq sinab baqqandim. Ondan keyin mana ishni ko'rganlarni shundoq birinchi, ikkinchi qilib, uchinchi qilib mukofotlaydi ekan.